İslam Xitobnomasi Ali İzzet Begovich Planlag'uvchi Doktor Abdulaziz Rahmatullah Tarjim qilg'uvchi Elikbek Nashr qilg'uvchi Sajiya Islom tadqiqot markazi Muharriri Sajiya Islom tadqiqot markazi Tahriroti Korrektor Abduvali Ablis Muhammad Barat Loyihalaguvchi A. Aqhun Ovozda Zekiya Abdusattar 2023 yılı 1. nəşri 1. qatim besilishi İstanbul Ali İzzet Begovich Mustafa oğlu Ali İzzet Begovich Hicriye 1344 yılı 18. Muharrem Miladiye 1925 yılı 8. Avgust Sabık Yugoslaviya padişahlığı qarashliq Bosnaski Şamatis bazarida dindar bir ailede tug'ilgan. Atası Mustafa Efendi ticaretçi bulup, Ali 2 yaşga kirganda ailesini texmi yaxshi turmushga erishtirish uchun Sarayevo shahriga ko'chib keladi. 2 o'g'il, 3 qiz, 5 qarindoshning 3-chisi Ali dastlabki diniy ta'limni ko'proq onasi Hiba xonimdan oladi. Bilimxumar, tirishchan Ali Sarayevoning eng yaxshi maktablaridan biri bo'lgan shaharlik birinchi o'g'illar to'liq o'rta maktabiga kirib o'qiydi. Bu mezgilde uçraşkan komünizm teşviqatlari ve özü okugan g'arb falsafasiga ait kitaplarning ta'sirida ma'lum darajada e'tiqod davolg'ishni boshdan kechirgan bo'lsa-mu, hech qachon diniy tashlamaydi. Diniga dushman kommunist pozitsiyasiga qat'iy qarshi turib, tangirsiz bir koinot tasavvurini qat'iy rad qiladi. O yillarda uningga eng cho'nqur ta'sir qilgan 3 asar fransuz faylasuf Bergsonning o'zigacha tadrijiy taraqqiyot nazariyasi, German faylasuf Kantning sab aqlning tanqidi, Spenglerning g'arbning cho'kishi qatorliq asarlardir. Qisqa mezgillik fikri davolg'ishdan keyin yosh Alining islomiy kimligi uningga haqiqiy hayot yo'lini ko'rsatib berishga boshlaydi. Texi to'liq o'tirning 2 yilligida o'qiyotganda yosh musulmonlar klubiga qatnashib, faol a'zolardan biri bo'lib qoladi va yoshligiga qaramay nihoyat faoliyatchan va yangilik yaratish ruhiga ega aloyidligi bilan tezla diqqat tortadi. Ikkinchi dunyo urush mezgilida yordamga muhtojlarga qo'l sunadi. Bo'libmi Sharqiy Bosniyadan kelgan panohlanuvchilarga nihoyat aktiv yordam berdi. 1941 yılı 6 aprel günü natsist Germaniya tarafidan besvilingan Yugoslaviya padişahlığı 1943 yılı 29 noyabr Komünist Tito rahbarligida Demokratik Federativ Yugoslaviya o'tkinchi hukumati e'lon qilinib, 1946 yılı 13 yanvarda qayta mustaqillikka erishdi. Azadlık hareketida muhim rol oynagan kommunistlar hakimiyetini qo'lga kirgizib, davlatni yangidan tashkillab, Bosniya Hersegovinani o'z ichiga olgan 6 ittifoqdosh jumhuriyat va 2 avtonom rayondan tashkil topgan Yugoslaviya Sotsialistik Jumhuriyatlar ittifoqi qurildi. Sotsializm davrida dinlarning ijtimoiy turmushdagi mavjudligi bara-bara taraydi. 1943 yılı to'liq o'tirini bitirgandan keyin texmi avangard islom kimligi texmi ro'shanlashib borgan Ali 1946 yılı 1 martda 14 og'aynisi bilan birga yosh musulmonlar klubiga a'zo bo'lish gunohi bilan zindonga tashlanib 3 yil yotadi. Qamoqdan chiqqandan keyin Xolida xonim bilan turmush qurdi va dastlabda Ziraat fakultetiga o'qishga kirib, bir mezgildan keyin qonun fakultetiga yetkilib o'qib, 1956 yili o'qish bitirdi va har xil organlarda uzun yil advokatlik qildi. Ali İzzet Begovich bir tarafdan to'xtamay turli kitoblarni o'qisa, yana bir tarafdan kommunistik hokimiyatning bismiga qaramay o'z o'y-fikrlarini yozishga tirishadi. Ilmiy va fikriy jo'g'lanmasi, cho'nqur bilimi va musulmon kimligini aks ettiradigan yozmalari bilan tezla diqqat tortadi. Islomiy mavqeda o'tirib qo'ygan fikrlari faqat bo'shnoqlarga emas, balki sobiq Yugoslaviyadagi har millat musulmonlarga cho'nqur ta'sir ko'rsatdi. Atizmga qarshi va siyosiy islom tarafdori Ali İzzet Begovich kommunistlarning eng muhim nishonlaridan biri edi. 1980 yılı Tito o'lgandan keyin Yugoslaviyada ahvol texmi ig'irlashdi va Ali İzzet Begovich 1983 yılı yana bir qatim qo'lga olindi. Uning bilan birga nurg'un musulmon ziyolilar mavjud tuzumni ag'dirish maqsadida tashkilot qurish jinoyati bilan qaralanib, hibsga tashlandi. O'zi hech qachon ko'rib boqmagan atalmish tashkilot a'zolari bilan tunji qatim sudda ko'rishdi.
Tashkilot kottibishi deb ayblanib 14 yil kesilgan zindon hayotida birga yotgan turmudoshlari keyingi siyosiy mustaqillik va erkinlik kurashida yaqin sabdoshlar bo'lib qoladi. 1987 yili pushaymon qilib apu so'rasa va bundan keyin hargiz siyosiy faoliyatlarga aralashmaslikqa ant ichsa qo'yitildiganlik haqidagi taklifni qat'iy rad qilgan Ali Izzatbegovich kommunizm lageri zavolliqqa yuz tutgan bir bosqichda demokratik allar va islom allarining bismi bilan 1988 yili 25 noyabrda erkinlikka chiqdi. Ali Izzatbegovich o'zining qo'yib sabab bo'lgan siyosiy hodislar oldida ijtimoiy mas'uliyatni ustiga olishga majbur bo'ladi. 1990 yil mart oyida yosh musulmonlar klubidan biri bir yo'ldagi ba'zi sabdoshlari bilan birga Demokratik harakat partiyasini qurib, Yugoslaviyadagi musulmonlar faol rayonlarda keng ko'lamda tashkillanishga boshlaydi. Bulubmu Boşnaq va Alban musulmonlarning kelajagining faqat Yugoslaviyaning billa va adil bir shaklda idora qilinishi bilan kapolatga ega bo'lganligiga ishongan Izzatbegovich Yugoslaviyaning parchalanish bosqichida siyosatga kirib 1990 yili 15 dekabrda ilib berilgan saylovda utib chiqib Bosniya Hersegovina Cumhur raisi bo'ldi. 1992 yili 1 martda o'tkazilgan umumiy xalq ovozi qo'yishdan keyin 62,80% mustaqillik tarafdori ovoz bilan Bosniya Hersegovina Yugoslaviyadan mustaqillikni jakarlaydi. Lekin uzun o'tmay musulmonlarning hokimiyatiga kuchlik nupozdan bearam bo'lgan serblar to'plan ko'tarib ig'ir qatlam yurgizdi. Ali Efendi bu qalaymaqanchilikda ho'shiyor va salmoq siyosiy yo'l tutib, par kuchi bilan qurolliq to'qinishni tezroq oyoqlashtirishga tirishadi. 3 yil davomlashgan qonliq urush 1995 yili 14 dekabr imzolangan va Bosniya Hersegovinaning mustaqillik e'tirof qilingan Dayton ahdnomasi bilan oyoqlashadi. Urush jarayonida va urushdan keyin turli xalqaro bisimlarga chidab, mustaqil Bosniya Hersegovina uchun nihoyat kuchli diplomatik va askariy tirishchiliklar ko'rsatgan Ali Izzatbegovich ahdnoma imzolangandan keyin 1996 yili 14 sentyabrda o'tkazilgan tunji saylovda Boshnoq, Kurd va Serb vakillaridan mutashakkil uchlik raislar kengashiga kirib, davlat raisi saylandi. 1998 yili 13-14 sentyabr sayloviga qatnashqusi bo'lsa-mu, Demokratik harakat partiyasi markaziy komitetining qarori bilan qayta nomzod bo'ldi va saylovda utib chiqib, raislar kengashi boshliqligini davomlashtirdi. Lekin salomatlik sababli 2000 yili 6-oyda muddatdan burun raislikdan istifa berdi. Büyük mujohid, mutafakkir davlat arbobi Ali Izzatbegovich Hijriya 1424 yili Şabanning 23 kuni, milodiya 2003 yili 19 oktyabr kuni vafot topdi. Ali Izzatbegovich siyosiy kimlik bilan birga islomiy faoliyatlar bilan tunilgan va haqida turli tillarda nurg'un asar va maqolalar e'lon qilingan shaxs bo'lib, 2 dunyo urush mezgilida qitirqinib o'qigan falsafa kitoblari va insoniyatning mavjudligiga aloqador savollarga javob izlashi natijasida islomiyatning ardamlari bilan tanishdi. Eng muhim asarlardan biri bo'lmish Sharq bilan G'arb oralig'ida islom, Ali Apandining falsafa bilimining naqadar cho'nqur, islomga naqadar pishiq ekanligini ko'rsatib berdi. 1993 yili Podshoh Faysal xalqaro islomga xizmat mukofotiga erishgan bu asar inglizcha, turkcha, arabcha va fransuzcha qatorliq nurg'un tillarga tarjima qilingan bo'lib, 2014 yili Odiljon Ar-Uyg'ur tarafidan Uyg'urcha tarjima qilingan. Qo'lingizdagi islom xitobnomasi otliq asarni 1970 yili Ali Apandi bir necha do'sti bilan birga yozib e'lon qilgan bo'lib, davlat ichi va sirtida kuchli ta'sir qo'zg'agan. Bosniya Hersegovinani o'z ichiga olgan butkul sobiq Yugoslaviya musulmonlari va barliq dunyo musulmonlariga o'zlari yashayotgan davrda insoniyat va o'z dindoshlar oldidagi mas'uliyat majburiyatlarini eslatgan va eskartgan mazkur xitobnoma inglizcha, fransuzcha, arabcha, turkcha, farscha qatorliq tillarga tarjima qilingan. Boshqa asarlari: Islomiy uyg'onishning kashallari, Erkinlik qechishim, 1983-1988 yillari turma xotiram, Aslima umr sazguzashtilari, Bosniya tirkishish mo'jizasi, nutuq, ziyorat va bayonotlardan tanlanmalar, Bizlar qul bo'lmaymiz, Soğuq va mudhish tinchlik kunlari, Dunyoning kesish nuqtasi, tarjima qilg'uchidan
barcha mavjudotning egisi va rizq berguvchisi ol Alloh azza va jallaga sonsiz hamd sano va elchisi do'sti Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamga tugimas durud u zotning ali ashabi va isbasar ummatlariga salomdan so'ra hurmatli o'qirman. Qo'lingizdagi ushbu asarning muallifi va asarning qisqacha ta'rifi yuqorida bayon qilinganligi uchun bu yerda qayta to'xtalmasdan mazkur asarning uyg'urcha tarjimasiga aloqador bir necha eg'iz so'z qilg'aymiz. Gerçi asar e'lon qilinib, aradan 50 yildan ko'proq vaqt o'tgan bo'lsa-mu, asar mazmunidagi o'tkir fikr va joyida yakunlar hali ham ahamiyatini va yangilikni yo'qotgani yo'q. Bulupmu 1000 yillik musulmon Uyg'ur xalqi uchun bekmi zarur bir asar bo'lib, bu muhim bir asarning Uyg'urcha tarjima qilinishi vatanimizda mumkin emas edi. Lekin erkin dunyoda yashayotgan bizlarmi bu asarni Uyg'ur xalqi sunishda xeyli kechikdik. Endi yanim kechiktirishga bo'lmaydi. Şoňa Sajiya Islom tadqiqot markazi bu vazifani ustiga elishga jur'at qilib 2022-yillik xizmatlar qatorida kun tartibga kirgizdi. Şübhəsizki, hər qandaq əsərini tunji yazılğan tilda oquş ən to'g'ri va ən manfaatlidir. Agar asli tilda o'qish imkoni bo'lmasa, asliga sodiq tarjimani o'qishmi bir omad. Lekin tarjimada %100 aynanlikni qo'lga keltirish basi mushkul, ko'pincha mumkin emas ishdir. Tarjimaning tarjimasi bo'lsa, texmi shundoq. Hatto tamoman boshqa ma'noga o'zgarib ketishmi mumkin. İslam xitobnomasi aslida Hindu-Yevropa til sistemasi, Slav til oilasi, Janubiy Slav til guruhiga tava Bo'shnoq tilda yozilgan bo'lib, dunyoviy cho'ng tillardan inglizcha, fransuzcha, arabcha, turkcha, farscha tarjimalari allaburun keng o'qirmanlar bilan yuz ko'rishgan. Asarning Uyg'urcha tarjimasi bundan burun e'lon qilinganligi hanuz ma'lum emas. Biz tarjimada ham Bo'shnoqcha, ham Uyg'urchani yaxshi biladigan kishi topolmaganligimiz uchun inglizcha, turkcha va arabcha nusxalarga murojaat qilishga majbur bo'ldik. Bu uch tildagi tarjimalar ayrim-ayrim o'zgachaliklarga ega bo'lib, inglizcha tarjima, so'zma-so'z tarjima va asosan hech qanday hoshiya qo'yilmagan. Türkçe tarjima ma'no tarjimasi bo'lib, falsafiy puroq kuchlik, tili ig'irroq bir alayidaligi Turkiyaga bo'libmi Cumhuriyet davriga aloqador tanqidiy mazmunlar ya aynan tarjim qilinmagan yoki atlab o'tib ketilgan. Asosan hoshiya qo'yilmagan. Arabcha tarjima ham ma'no tarjimasi bo'lib, tili go'zal, asli matnga qattiq sodiq, lekin asli matnda faqat ishora qilib o'tilgan Qur'on Karim oyatlari arabcha tarjimada birma-bir, hatto xato bo'lib qolganlari tuzilib, eng munosiblari matn ichida berilgan va kerakli hoshiyalar kirizilgan bo'lib, asarning ijobiy qimmatini texmi oshirgan deyishga tamoman bo'ladi. Biz Uyg'urcha tarjimada yuqorqi 3 tildagi tarjimani o'zaro silishtirish orqali ortiqchilik taraflaridan eng yuqori unumda foydalanishga, to'g'risiga eng yaqin tarjimani qo'lga keltirishga tirishdik deb qaraymiz. Bu yerda mazkur asarga aloqador tuvandagi nuqtalardami o'qirmanning samiy silishga munosibdir. 1. Muallifning bu asari bilan Islom sharq bilan g'arb o'tirda degan asri uning islom dunyosida uyg'unish va gulinish planining nazariya va tadbiqlash jihatini umurtqisini shakllantirdi. Islom sharq bilan g'arb o'tirda degan asar nazariya qismiga, qo'lingizdagi asar tadbiqlash qismiga vakillik qiladi. Demak, bu ikki asar mazmuni va nishoni e'tibori bilan biri yana birini to'liqlaydi. Muallif islom xitobnomasida zamonaviy islom jamiyatini bino qilishning asoslariga yo'l xaritasi chizib, Qur'on va sunnat ko'rsatmalari namoyon bo'ladigan islom davlatini qurish uchun yetarli siyosiy va iqtisodiy qurilmani taraqqiy qildiradigan asosli prinsiplarni ko'rsatib berdi. Buning bilan u islom jamiyatini islom davlati qurishning negizlik va oldingi asosiy sharti qiladi. Natijada u musulmonlarning mavjud qaloqliq va passivlik holatidan chiqish uchun ta'lim-tarbiya, ilm-fan, ishlab chiqarish va ilmiy tadqiqotining muhimligini ta'kidlaydi. Muallif yana islom davlati qurmoqchi bo'lgan islom harakatlari dastlab qiladigan xatoliklarga diqqatimizni tortadi va esil g'oyalar faqatla esil vositalar bilan yetkazib bo'lganligidan iborat negizlik haqiqatni ta'kidlaydi. Qandoqli bo'lmasin, bu asar butun Yevropa va G'arb dunyosida siyosiy va axborot buhronlarining chiqishiga sabab bo'lgan 1983-yili Yugoslaviya hukumati sud mahkamasiga sungan hujjatlar ichida mazkur asarning negizlik o'rniga qo'yib turib, muallifga turli qalpoqlarni kiydirishga uringan va uningga 14 yil hukm chiqarishga muvaffaq bo'lgan. 2. Mazkur asar tanqid,
obzor, kamsitish va axlashlarga yo'liqishdan sirt, serib, krovatcha va inglizcha tarjimalarda burmilashlarga yo'liqqan. Düşmanlar tarafidan asarga qarata planliq va izchil burmilash va qaralash ilib berilgan. Asar matnida bo'lmagan iboralar qo'shib o'tilib, o'zgartirilib, Belgrad va boshqa joylarda keng tarqatilgan. Turli tillarga tarjima qilinib, xristianlarni qo'rqitishga ishlatilgan. 3. Gerçi Ali İzzet Begoviç allaburun alamdan ketgan bo'lsa-mu, uning mazkur asarlarining ta'siri sababli muallifga qarata ilhamgacha islomga o'chmanlik qilguvchilar tarafidan Balqan ellarida emas, butun Yevropa, Serbiya va Isroil orqali turayotgan Wikipedia va boshqa to'rbatlarda qaralash va bo'xtonlar to'lib ketganligini ko'rib aql bo'ladi. 4. Muallif odatdagi kishi emas, balki eng yuqori saviyadagi fikr va ziyo ahli. Qurolsiz xalqning jihodiga eng dahshatli paytlarda yetakchilik qilgan qo'mondan. Kam uchraydigan mutafakkur va insonshunos edi. Butun yoshlik davri Qur'on yillarini bir qismini o'z iymon keltirgan masala uchun turli tahdid va iziq-to'shlarga pisand qilmay, ham bo'yin egmay turmalarda o'tkazgan. Rais Cumhur saylangandan keyinmi saroyga yetkelmay 4 yil bo'yicha to'xtovsiz bombardimon qilinib turgan rayondagi oddiygina uyda g'o'rigil turmush kechirgan. U bu tarjimalar bilan tarixdagi eng ulug' qahramonlar, taqvodor Zayd hokimlar qatoridan o'rin olgan. Uning tarjimalardagi mazmunlar tugal ras va aniqdir. Buningdan hayron qolarligi va dushmanning diqqatini tortgani shuki, u har qanday ahvol ostida axloq fazilatni qat'iy qo'ldan bermagan. U Cumhur rais bo'lishdan burun qanday bo'lsa, qo'shini dushmanni yengib o'ch olalaydigan qudratga yetgandan keyinmi dushmanga o'xshash jinoyat va vahshiylikni qat'iy sodir qilmagan. Sodir qilgan bo'lsa-mu, bu nopok urushda ayblanmaydi. Shundaqdimi islom madaniyati mezonlari bilan g'arb madaniyatining o'lchamlari o'ttirisidagi farqni o'z amaliyati bilan ko'rsatib qo'ydi. Va insoniyat uzun muddat dars olg'udak va tadqiqot ilib borg'udak axloqiy maydon ko'rsatadi. O'zi va xalqi ko'rgan qattiq kunlardimi prinsipdan va axloqdan bir qadam chetnab ketmadi. Demak, u bu amaliy sinoqdan muvaffaqiyatli o'tib ketdi. Buningga do'stlardan avval dushmanlar guvoh bo'ldi. Mana buni asarining va muallifning to'xtovsiz va planli qarorlashlarga duchor bo'lishining sabablaridan biri deyishga bo'ladi. Asarining Uyg'urcha tarjimasi to'g'risida 1. Asarining bo'shnoqcha asl til nusxasi va inglizcha nusxalarida asosan hashiya berilmagan bo'lib, bu tarjimada Uyg'ur o'qirmanlarining asarini texmi yaxshi tushunib olish uchun zarur deb qaralgan yerlarga berilgan hashiyalar tarjimon va tahrir tarafidan kirgizilib, te shaklda askaratildi. 2. Asarining aslida mazmuniga aloqador holda keltirilgan oyatlar faqatla sura numri, oyat numri shaklda berilgan bo'lib, bu tarjimada mazmunning texmi yaxshi tushunilishi uchun oyatning tarjima matni berildi va go'yi xato ishoratlar tuzilib, hashiyada muvofiq askaratildi. Oyat tarjimalarida Muhammad Solih Domullam tarjimasi asos ilindi. 3. Asarining arabcha tarjimasına ait utuqluq tarjimalardan biri bo'libmi tarjimon Muhammad Yusuf Adas tarafidan kirgizilgan ayrim sharh xarakterlik hashiyalar Uyg'urcha tarjimada biriga sunildi va arabcha te shaklda askaratildi. Albatta, har qanday tarjimaning yozilgan birinchi tilni o'z ayni ifodalab bera olish qiyin. Shundaqdimi mazkur tarjimada asli sodiq bo'lish prinsiplariga ching isilgan holda bor kuchimiz bilan keng o'qirmanlarga mumkin qadar ommabop tilda sunishga tirishdik. Muqaddima o'rnida. Nishonimiz musulmonlarning islomlashishi, shuarimiz ishonish va kurash qilish. Nihayat shafqatlik va mehribon Allohning ismi bilan jakarlanmoqda bo'lgan ushbu xitobnoma hargizmi musulmon emaslarga yoki arasaldi kishilarga islomning undaq yoki bundaq tuzum, mavi yoki avi ideologiyadan ustun ekanligini isbotlab beradigan bir yozma emas. Balki bu xitobnoma zodi qaysi tarafda turish kerakligini qalbida ro'shan his qilib yetgan va mansubiyatini biladigan musulmonlarga qaratilgan bo'lib, bu ana shu kishilar uchun o'z tavalligi va e'tiqodining qanday vazifalarni taqozo qildiganligi haqida zarur xulosalarni chiqarib olish uchun bir chaqiriqdir. Navbatda bir butun musulmonlar olamiy ajoyib bir o'zgarish va yo'g'rilish bosqichini boshdan kechirmoqda.
Mazkur o'zgarishlarning ta'siri o'tirg'i chiqishga boshlaganda, bu dunyoning ko'rinishi qaysi qiyofatda bo'lishidan qat'iy nazar shu aniqdirki, bu olam endi hargizmi 20-asrning tunji yarmidagi olam bo'lmaydi. Musulmonlar uchun sukunat va passivlik davri endi kelmasga ketdi. Bu o'zgarish va yo'g'rilish bosqichini hamma bo'libmi mag'ribdan mashriqgacha butun kuchli yodlar tepilmas fursat bilishmoqda. Endi ular hayvatli qo'shinlar bilan emas, balki ideologiya va sarmoya kuchi bilan o'zlarini qabul qildirmoqda va bu yangicha ta'sir uslubi bilan o'zlarining musulmonlar dunyosidagi mol-mulklarini kafolatga ega qilib, musulmon xalqlarni davomli siyosiy jihatdan qaram, moddiy jihatdan mahkum va ma'naviy jihatdan qashshoq qoldirish maqsadiga yetmoqchi bo'lishmoqda. Xitoy, Rossiya va G'arb ellari musulmon dunyoning qayerdan xo'jayin bo'lishini talashib o'zaro kurashmoqda. Halbuki ular behuda mojarolashadi. Chunki islom dunyosi ularning emas, musulmon xalqlarningdir. Ya'ni yer ko'lami eng cho'ng, tabiiy boyligi eng ko'p va eng oz 700 million nüfusga ega. Mislisiz siyosiy va madaniy an'analarning merosxo'ri bo'lmish bir dunyo jonliq islom ideologiyasini yoqilab qolsa, adoqqicha mustamlika va beqindilik qilavermaydi. Bu benormallikqa xotim beradigan yangi musulmon bug'unning oldini to'sib qolalug'idek hech qanday kuch yo'q. Biz mana shu iymon bilan do'stlarimizga va dushmanlarga birdek musulmonlarning o'z dunyolarining taqdirini o'z qo'llariga ilishni qaror qilganligini va endi bu dunyoni o'z ideologiyasiga tayangan holda qayta qurib chiqadiganligini jakarlaymiz. Bu ma'noda ushbu xitobnomani butunlay yangi fikrlardan tashkil topgan deb bo'lmaydi. Mazkur xitobnoma dunyoning har qaysi taraflarida o'tirg'i chiqqan va deyarli butun musulmonlar olamida umumiy ahamiyatga ega turli o'y fikrlarning yo'g'rilmasidir. Bu xitobnomaning o'zguchiligi bo'lsa, fikr va plan bosqichidan uni amalga oshirish uchun tashkillik holda harakatga o'tishni maqsad qilishidir. Esil nishon uchun jihad hargizmi bugun boshlangan emas. Chunki o'tgan davrlardagi musulmonlarning tarixiy qurbon berish, dard, alamli kechmishlar va shahidlar bilan to'lgan. Ammo bular aslida istibdodchi qarshi bosh ko'targan sarxillar yoki kichik guruhlarning fidokorliklari edi. Halbuki mavjud masala va qiyinchiliklarning buyukligi millionlagan fidoilarning to'liq tayyorligi bilan harakatga o'tishni taqozo qiladi. Ushbu xitobnoma islom yo'lida jinini fido qilgan do'stlarimizga armag'on qilinur. Milodiya 1970-yili Sarayevo. Biz musulmon xalqlarning beqindilik, qaloqlik va namratlik chembirigi ichida cho'rgilaverishdan qutulib ketishni istaymizmi yo'q? Yangi boshdan masmud qadam bilan izzat va qadrini rostlash yo'lida qaytadan yurib ketishni istaymizmi yo'q? Bu ummatning vujudida urg'ib turgan jasurlik, ardam va qobiliyat buloqlarining bor kuchi bilan qayta etilib chiqishni istaymizmi yo'q? Undaqda bu nishonga ilib borg'uchi yo'lni oydinlashtirib olaylik. Shaxsiy, oilaviy va ijtimoiy turmushimizning butun sohalarida islomiy ideyani yangidan barpo qilish va mashriqda Indoneziyadan mag'ribda Marokashgacha jigani islomiy birlikni amalga oshirish. Balkim bu nishon ehtimoldan yiroq, hatto g'oyaviy ko'rinishi mumkin. Lekin yanil mumkinchilik doirasida bo'lg'achqa chilliqqa egadir. Buning aksicha har qanday noislomiy programma o'z nishoniga yaqin va mumkinchiligi yuqori bo'lgan taqdirdami olamiy islom uchun dal bir utopiya, xiyoliy dunyodir. Chunki u mumkinchilik doirasida emas. Tarix elishang'uliq bo'lmagan shu haqiqatni ochiq o'tirib qo'ymoqdiki, musulmon xalqlarning arzu-armonlarini jonlantiradigan va musulmonlar ara keraklik intizom, ilhom va kuch mag'durni qayta barpo qila oladigan ideologiya dal islomdir. Islomdan yot boshqa bir ideologiya musulmonlarning fikrini mayli madaniyat, mayli siyosatda haqiqiy egallay Darvaqa musulmon xalqlarning tarixidagi muhim va ulug' ishlarning hammasi islom bayrog'i ostida vujudga chiqqan.
alayliq 1950-yillarda faqat bir necha ming haqiqiy musulmon mujohid Angliyani Suez kanalidan chekinib chiqishga qistadi. Bu yerda 1956-yili oktyabrdan 1957-yili martgacha davomlashgan ikkinchi qatimliq Arab-Isroil urushi yoki Suez urushi ko'zda tutilmoqda. 1869-yili bir fransuz şirketi tarafidan tamomlangan Suez kanali 1882-yili İngilizlar Misrni ishg'ol qilgandan keyin Angliya kontrolligiga o'tadi. 1953-yili 18-iyun Misrda Cumhuriyet e'lon qilingandan keyinmi Angliya Suez kanalini Misr hukumatiga o'tkazib bermaydi. 1956-yili 7-oyda Misr Albaji Jamal Abdunasir boshchiligida kanalning egilik huquqi Misrliklarga berilish talab qilingandan keyin shu yili 29-oktyabr Isroiliya Misrning Sinay yerim oraliq askari chiqardi. Angliya va Fransiya boshda urushga qarshi chiqqan bo'lsa-mu, Jamal Abdunasirning qarshi urush e'lon qilishi bilan ularmi askar va qurol yarog' bilan urushga qatnashdi. Sovet ittifoqi va AQShning birdek qarshiligi bilan Isroiliya, Angliya va Fransiya urushni to'xtatishga majbur bo'ladi va kanalning egilik huquqi Misrga beriladi. Tarjimondan. Halbuki 10 yil o'tib, irqchi arab rejimlarining ittifoqdosh muntazam armiyalari Isroiliyaga qarshi 3-qatimliq urushda eg'ir uttirdi. Bu yerda 1967-yili 6-oyning 5-kunidan 10-kunigacha 6 kun davomlashgan 3-qatimliq Arab-Isroil urushi ko'zda tutilgan bo'lib, 1967-iyun urushi yoki 1967-iyun mag'lubiyati yoki 6 kunlik urush deb ataladi. Bu qatimliq urush Isroiliya bilan qo'shni Misr, Suriya va Iordaniya orasida portilgan bo'lib, Arab ittifoqiga Iroq, Saudiya Arabiston, Sudan, Tunis, Marokash va Aljeriyami askar va qurol yarog' yordamida bo'lgan. 6 kun davomlashgan urush Isroiliyaning mutlaq g'alabasi bilan natijalangan. Urushdan keyin Misrning Sinay yerim oralida Suriyaning Golan to'piliklari va Falastinning G'azza rayoni bilan g'arbiy qirg'oq tuproqlarini ishg'ol qilgan Isroiliya zaminni 4 hassa kengaytirib olgan. Turkiyaning BDTga e'tiroz bildirish bilan Isroiliya Sinay yerim oralini Misrga qaytarib bergan bo'lsa-mu, boshqa joylarni izchil qaytarmagan. O'z vaqtida turklar islom davlati salohiyatida dunyoni so'rgan edi. Hala bugungi kunda Yevropaning taqlidchisi bo'lib qolgan Turkiya dunyodagi 100 dan oshiq el qatorida 3-dunyo mamlakati bo'lib qoldi. İslamni qabul qilgan har qanday bir qavm yoki shaxs shu qabulidan e'tiboran islomdan o'zga har qanday bir g'oya uchun yashay olmaydi ham o'lolmaydi. Bir musulmonning kim veya qaysi nomda bo'lishidan qat'iy nazar har qanday bir tojdor veya hukmdor bir millat veya bir partiyani ustun qilish yoki shu kabi bir xususda jon tasadduq qilishi tasavvurga sig'maydi. Chunki haqiqiy islomiy ong egisi buningda bir xil butparastlik va Allohsizlikni cho'qim sezadi. Musulmon faqat Allohning nomi va islomning izzati uchun o'lalaydi yoki urush maydonidan yiroqlasha oladi. Shuning uchun turg'unlik va passivlik davrlari aslida islomiy tanlashning yo'qligi yoki musulmon olamining davoniga yamshishiga tayyor emasligini ko'rsatadi. Natijada shunday deyalaymiz-ki, bular islomning musulmonlar ustidagi ma'naviy monopolining salbiy ifodasidir. Bu ahvolni Allohning irodasi deb qabul qilib turib, shuni ochiqcha ilgari suramizki, islom dunyosini islomsiz va islomga qarshi holda yengilg'il bo'lmaydi. Chunki islom insonga aloqador holda insonning dunyodagi o'rni, hayotining nishoni va inson bilan Alloh, inson bilan inson munosabatlari haqidagi pozitsiyasi musulmonlarning ahvolini yaxshilash yo'lidagi har bir haqiqiy harakatning abadiy va o'zgartib bo'lmas axloqiy, falsafiy, fikriy va siyosiy ulu sifatida mavjud bo'lib turmoqda. Ko'z oldimizdagi tanlash nihoyat aniq. Ya islomiy uyg'unishga qarab ilgirlash yoki passivlik bilan chekinish. Musulmonlar uchun uchinchi bir tanlash yo'q.